Inson o'layotganda shayton qanday fitnalar uyushtirishini bilarmidingiz? Ruh chekinib, so'nggi iplari uziladigan paytda insonga bir necha fitnalar uyushtiriladi. Bu shunday fitnalardirki, iblis o'z yordamchilarini u insonning oldiga yuboradi. Insonga shaytonlar uning ota-onasini, yaqinlarini, boshqa sevgan kishilarini vafot etganlarining suratida ko'rinadilar va unga bunday deydilar: "Ey falonchi, sen o'lyapsan. Biz senga yordam bergani keldik. Sen Yahudiy diniga iymon keltirib vafot et. Chunki bu din Alloh nazarida maqbul bo'lgan haq dindir." Agar ularning so'zlariga aldanmasa, quloq solmasa, ular uning yonidan ketadilar. Boshqalari kelib deydilarki: "Sen nasroniy, xristian dinida iymon keltirib o'l. Zero bu din Masihning, ya'ni Iso alayhissalomning dinidirki, Muso alayhissalomning dinini bekor qildi." Shu tariqa shaytonlar turli millat dinlarini unga bir-bir taklif qiladilar. Bu paytda Alloh taolodan panoh tilamagan kishi yo'ldan adashadi. Alloh taolo Oli Imron surasining 8-oyatida xabar beradi. Ular ayturlar: "Parvardigoro, o'zing bizni hidoyat qilgandan keyin endi dillarimizni haq yo'ldan og'dirmagin." Haq taolo bir bandasiga hidoyat va iymonda sobitlik berishni istasa, u kimsaga ilohiy rahmat beriladi. Ba'zilar bu rahmatdan maqsad Jabroil alayhissalomdir deganlar. Ilohiy rahmati shaytonni uzoqlashtirib, xastaning yuzidan xorlikni ketkazadi. Shunda inson yengil nafas olib kuladi. Ko'p kishilarning jon berishidan oldin kulishlari kuzatiladi. Bu paytda Jabroil alayhissalom Alloh taoloning tarafidan rahmat keltirganning xabarini berib: "Taniyapsanmi? Men Jabroilman. Bular sening dushmanlaring bo'lgan shaytonlardir. Sen islom dini va Muhammad sallallohu alayhi va sallam shariatiga sodiq bo'lgan holingda vafot et" deydi. Insonga ana shu farishtadan ham suyukli va xursand qiluvchi hech narsa yo'q. Buni bizga Oli Imron surasining 8-oyatining davomi xabar beradi va bizga o'z huzuringdan rahmat hadya etgan. Albatta sengina barcha yaxshiliklarni hadya etuvchisan. Ba'zi kimsalar turib namoz o'qiyotganlarida vafot etadilar. Ba'zilar uyqularida, ba'zilari bir ish bilan mashg'ul ekanliklarida, ba'zilar cholg'u chalib, o'yin kulgi qilganlarida, yana kimdir mastligida vafot etadi. Ba'zi kishilar ruhi chiqayotganda o'zidan avval tanishlari ko'rsatiladi. Shuning uchun atrofdagi kishilarga qaraydi. Bu holatda u kimsada xirillash bo'ladiki, insondan boshqa hamma narsa bu xirillashni eshitadi. Agar inson bu ovozni to'liq eshitsa, qo'rquvdan albatta halok bo'lardi.